sekretar kimga nima qildi? Bugun biz sizlar bilan eng mashhur komediya melodramalardan bittasini ko'ramiz. Qaranglar, men birinchi marta ko'chada darama obzor qilyapman. Kim Miso ismli qiz juda ham odobli, sodda va aqlli edi. Uni hech kimi yo'q edi va ota-onasidan qolgan kreditlar, qarzlar hammasini yopaman deb o'zining 9 yil umrini Yonjun ismli erkakning korporatsiyasida sekretarlik qilib o'tkazadi va 9 yildan keyin u qarzlarni o'zib bo'lgandan keyin nahotki men 9 yil umrimni sekretarlikka bag'ishladim deb o'ylab qoladi va men shaxsiy hayotim bo'lishini xohlayman, meni yaxshi ko'radigan insonim bo'lishini xohlayman, men oila qurishni xohlayman deb ishdan bo'shamoqchi bo'ladi. Uni direktori Yonjun esa juda ham pedant, o'zini yaxshi ko'radigan, egoist bola edi va u o'zidan boshqa hech kimni ko'rmasdi, hattoki uni yaxshi ko'rgan insonlari ham yo'q edi. Sekretar Kim Miso esa bu narsadan juda ham charchab ketgandi. U faqat Yonjunni aytayotgan gaplarini qilardi. Shunaqa voqealar bo'lardiki, Yonjun soat 2-3 larda ham sekretar Kim Misoga telefon qilib buyruq berardi. Va qiz bu narsalardan hammasidan charchagani uchun bir kuni ofisga kelib, "Men ishdan bo'shamoqchiman" dedi. Yonjun esa hayron qoladi. "Menimcha senga oylik yetmayapti. Keyin men senga oyligini ko'tarib beraman" dedi. Lekin Kim Miso bu narsaga rozi bo'lmaydi. Yonjun esa o'ylab qoladi, nimaga sekretar Kim o'zidan o'zi ishdan bo'shagisi kelib ketdi deydi va uni qo'yib yubormaslikka harakat qiladi. Oradan sekin-sekin vaqt o'tib esa Yonjun Kim Misoni yaxshilab o'rgana boshlaydi va uni yaxshi ko'rib boshlaydi. Agar siz komediya melodrama janrini yoqtirsangiz, bu drama aynan siz uchun. Aytgancha eng sara Xitoy va Koreya dramalari uchun meni Instagram va YouTube kanalimga obuna bo'lish esingizdan chiqmasin. Sizlar bilan Dilbar.